Sizlar uchun Nexia 2 ni yaxshisidan bo'lsin degan azizlarimiz uchun endi Nexia 2 ni toza, tiniq yaxshilari qolmadi hozir, kamayib ketgan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Stainless Sweet'dagi Nexia 2. Mashina holati tiniq holatda. Bir tomchi kraskasi yo'q deyilyapti. Salondan bir qo'l. 2014-yildan beri o'zlari haydaganlar, yoqqa minilgan. 56 ming halol probegda, probeglariga javob. Mashina balon holatlari ham yaxshi holatda ko'rishimiz mumkin. Mashina super konditsioner, mana 1.6. Nexia 2 ni 1.6 super konditsioneri samolyot bo'ladi, bilasizlar. Demak, propan gaz uстановка qilingan 65 talik balon deyilyapti. Mashina qarab minilgan, tiniq holatda. Nexia 2 uchun 56 ming ko'p katta probeg emas, bilasizlar. Leloni polik qilingan, bitta chexol taqib olamiz. Mashina holatlari, saloni ham matvi turibdi. Bitta bagajni ochasiz. Mana 65 talik propan uстановка qilingan. Tiniq turibdi, zanglagan, chirigan. Bunaqa narsalar yo'q. Mashinani olish kerak, minish kerak faqat. Mashina egada turibdi. Oxiri 80 million so'm bo'lsa beray ekanlar. Undan pastiga bo'lsa bezovta qilyapmaysizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Telefonlarga aloqaga chiqib bosamiz.